Xo'sh. Mana Lacetti kollektori to'riladi-ku. Hoppa. Trishina boradi. Keyin nima qilamiz? Qarab turing. Qani svorka qilamiz. bu tomoniga balyarga bormaydi-ku. Elektrodni yopib tashlaysiz, tamom. Bunday turmas. Balyarga nosta bo'ladi. Pastga ochiladi-da. Qo'l avtomatga. Mana svorkachasi tozaladi, kuchotki. Boshqaramiz, trashina bormi? Trashina. Trashina yo'q. Xo'sh, bular foydali videolar bular. Bizdan baribir amerikaliklar ko'rmaydi-ku. Assalomu alaykum. Tak что подписка qilib qo'ying, zo'r chiroyli videolar qo'yib beramiz. Svarchiga yaqinlarga jo'natib qo'ying buni. Shu kunni kollektorda svarka qilish yo'li hozir. Yana davom bor-da buni. Tushuntiraman. Endi bu yerda bitta qiziq ish bor-da. Mana bu yerda tortadi-da buni. Meniki to'g'ri turmayapti-ku. Mana shu yerda bitta frezerga urib olish kerak. 1 millimetrmi svarka tortadi. Bo'lmasa mana boltga qilgan payt yana yoraveradi bu. Tars bo'lmadi deydi-ku. Mana shu bo'lmagani, mana shu yerga frezer urmaganidan bo'ladi. Svarka turaveradi, chotki. Xo'sh, bosib qo'yinglar. Подписка, like. Video foydali bermasa.